Akalar, hammaga salom. Kelinglar bugun qizlarning yolg'oni va yolg'on ko'z yoshlari haqida gaplashamiz. Buning uchun birinchi navbatda biz yoshligimizdan qanday ulg'ayishimizni ko'rib chiqishimiz kerak, farqini tushunib olishimiz kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Mana maktabda o'qiganingizda, o'sha bog'chada, детский sadda yurgan paytingizda birorta yolg'on gap gapirganingizga yoki gapingizga javob berolmaganingizga kalta yeganmisiz? Va sizni ko'zingizni ko'kartirishganmi yoki burningizni qonatishganmi? Gaplaringizga javob berolmaganingizga yoki yolg'on gap gapirganingizga yoki kattalar jazolashganmi yolg'on gapirganingizga? Endi qizlarda qanday bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Qizlarda ham ko'zini ko'kartirib, burnini qonatib yoki hammani oldida pachag'ini chiqarib urishganmi-kan, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, urushmagan. Odatda qizlarda jazolash payti kelganida qizlar bitta yig'laydi-da. Qiz uchun уже dars bo'ldi, qiynaldi qiz bola deyiladi, всё. Shu bilan to'xtaydi. Endi qizlarning ko'z yoshi haqida hozir birinchi gapiga bo'lgan munosabat haqida gaplashib olaylik, keyin men qizlarning ko'z yoshi haqida gapirib beraman. Endi qiz bolalar bilan o'g'il bolalarda ulg'ayishidagi bu mana shu farqlar qiz bolani va o'g'il bolani og'zidan chiqayotgan gaplariga munosabatini har xil qilib qo'yadi. Endi men bu bilan qizlarda urush kerak demoqchi emasman, yo'q, aslo yo'q. Qizlarda ham urib bo'lmasligi kerak jamiyatda. O'g'il bolalarda ham urib bo'lmasligi kerak. Endi bizning jamiyatimizda nimagadir qizlarda urib bo'lmaydi degan gap bor-ku. Endi bu gap o'z-o'zidan o'g'il bolalarda o'sa bo'laveradi degan gapni olib kelib, ma'noni olib keladi. Endi qanday bunaqa bo'lishi mumkin? Mana qarang, misol uchun birorta korxona, korxonada kichkina bog'i bor. Bog'ida gilos bilan olma daraxti bor. Mana shu korxonaning direktori bog'bonni olib yoniga sayr qilib yurishib, mana shu ikkita daraxtning yoniga kelishdi. Kelishib, direktor aytayapti bog'bonga, olmani kesib bo'lmaydi deyapti. Birinchi sayrlarida mana shu gapni eshitdi bog'bon. Keyin ozgina vaqt o'tib yana sayr qilib yurishganida ikkalasi direktor yana aytayapti, olmani kesib bo'lmaydi deyapti. Bog'bon xo'p bo'ladi deyapti. Endi direktor-ku, direktorga xo'p bo'ladi deydi. Keyin yana sayr qilishyapti oz vaqt o'tib, yana aytayapti direktor, olmani kesib bo'lmaydi deyapti. Yana ko'p marta mana shunday qilib sayrlar bo'lyapti, hamma bilyapti. Что olmani kesib bo'lmaydi. Lekin hech kim gilosda kesib bo'lmaydi deb gapirgan yo'q. Shu sababli agar daraxt kesish vaqti kelganida hamma gilosni kessa bo'laveradi degan tushunchada bo'lib, gilosda kesishadi. Olmani kesib bo'lmaydi. Xuddi shunday biz ham jamiyatimizda qiz bolani urib bo'lmaydi, qiz bolani urib bo'lmaydi deyiladi-da, lekin o'g'il bolani ursa bo'laveradi degan tushuncha hammani miyasida bor. Chunki qiz bolani ursa bo'lmaydi, o'g'il bolani-chi degan joyida hamma значит ursa bo'laveradi deyiladi. Yo'q, bunday bo'lmasligi kerak. Jamiyatimizda qiz bolani ham, o'g'il bolani ham urib bo'lmaydi. Endi baribir ham o'g'il bola gapiga javob bera olmasa, yolg'on gap gapiradigan bo'lsa, odatda kalta yeydi. Yoki kattalar juda qattiq jazolashadi yoki o'zini tengdoshlari gapiga javob bera olmagani uchun ko'zini ko'kartirib yoki burnini qonatishadi. Yoki o'g'il bola как minimum ko'radi, o'ziga o'xshagan o'g'il bola gapiga javob bera olmasa yoki yolg'on gapiradigan bo'lsa, kalta yeydi. Burni qonaydi yoki ko'zi ko'karadi. Atrofdagi odamlarning oldida boshqalar kelib uni unijat qiladi, kamsitadi. Ana shu sababli o'g'il bolalarda og'zidan chiqayotgan gaplariga munosabati boshqacha bo'ladi. Agar qiz bolalar yolg'on gapiradigan bo'lsa yoki gapiga javob bera olmaydigan vaziyat bo'lsa, endi bu qiz bola-ku deb qo'yilinadi xolos. Mana shu vaziyat qiz bolaga og'zidan chiqayotgan gaplariga boshqacha munosabatda bo'lishiga olib keladi. Endi yoshlikdagi bunaqa farq qiz bolalarni, o'g'il bolalarni ulg'ayganida, o'sha katta bo'lib voyaga yetganidan keyin
og'zidan chiqayotgan gaplariga munosabatlari har xil bo'ladi va mana shu farqni men hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. Endi o'g'il bolani gapirgan gapiga munosabati bu odatda misol uchun buzilgan mashinani to'liq sozlab qo'yish. Mana shu o'g'il bolani munosabati gapiga bo'lgan yoki Ariston bo'lsa, boiler bo'lsa mana shuni o'rnatib ishlaydigan qilib qo'yish. Mana shunday erkak kishini gapiga bo'lgan munosabati. Qiz bolalarni gapiga bo'lgan munosabati bu mana shu Aristonni o'rnatish uchun bo'lgan instrument, ishlatiladigan instrument. Xuddi siyosatchilarga o'xshar. Ya'ni o'zimizdagi siyosatchilar emas, bizdagi siyosatchilar chestni, hammasi zo'r, xudo asrasin. Men chet eldagi siyosatchilarda aytyapman. Ya'ni qanday o'zini maqsadiga erishish uchun instrument qilib ishlatiladi. Ya'ni asbob uskuna qilib foydalanadi. Ya'ni bu qanday? Mana shu Ariston o'rni joyida turib ishlashi uchun qiz bolalar ishlatishi mumkindan 11 ishlatadimi yoki atyotka ishlatadi, shurupayurt, gvozdayor, mana shunaqa har xil instrument yoki skotch, izolenta ishlatishi mumkin. Kley ishlatib yopishtirib qo'yishi mumkin. Qizlar o'zini gapiga, o'zini og'zidan chiqayotgan gapiga mana shu instrumentga bo'lgandaqa munosabat bo'ladi. Ya'ni og'zidan chiqayotganga bu erishadigan maqsadiga bo'lgan bitta instrument. Xuddi shu chet eldagi siyosatchilar ham xuddi shu yo'lda gaplaridan foydalanishadi. Ya'ni va'dalar beriladi va o'zini lavozimiga erishib olish uchun, ya'ni deputat bo'ladimi, ministr bo'ladimi yoki qanaqa joyga saylanayotgan bo'lsa, mana shu joyga saylanib olgunigacha xalqning qulog'iga lag'monlar iladi. Og'zidan chiqayotgan gaplariga instrumentga qanday munosabat bo'lsa, xuddi mana shunday munosabat bo'ladi. Qizlarda ham xuddi shu, endi hamma qizlarda ham emas. Endi YouTube'da hamma deb bo'lmas ekan, shu sababli ba'zi bir qizlarda, ba'zi bir ayollarda, lekin hammasida yo'q. Ba'zi birlarida ana shunaqa instrument sifatida gaplaridan foydalanishadi. Mana shu sababli bizning jamiyatimizda loves deganda odamlarda tasavvuriga erkak kishi keladi. Yolg'on gapirib va'dasida turmagan odamlarga erkakmisan deb savol beriladi. Ya'ni odatda manipulyatsiya bo'ladi bu. Odatda e'tibor bersangiz, qizlar ko'proq foydalanadi bu manipulyatsiyadan. Bundan keyin bizda yana iboralar bor har xil. Yigit qasam ichmaydi, yigitni so'zi qasam degan darja bir ikkita ashulachilar ashula qilib aytishgan bu gaplarni. Hech kim pretenziya qilmaydi shu sababli. Chunki bizda erkak gapida turishi kerak. Lekin bu narsa munosabatda erkakka qarshi ishlaydi xolos. Endi bekorga aytilmagan в любви как на войне все средства хороши. Endi bu narsadan faqat qizlar foydalanadi xolos, nimagadir. Agar siz munosabatda men chestniy bo'laman deb harakat qildingizmi, o'g'il bola bo'lib turib, sizdan faqat foydalanishadi xolos. Endi bu tabiatda shunaqa qonuni bor. Chunki tabiatda o'ziga zarar keltiradigan harakatni qilgan odam bu slabiy, kuchsiz, ahmoq, tentak va oxir-oqibatda lo'q hisoblanadi. Endi hozir disclaimer. Hozir men hech qachon, hech qaysi degan gaplarni ishlataman. Siz buni shunday tushunib olmangda, ba'zi bir holatlarda, ba'zi bir ayollarni, ba'zi birlarini deb tushuning. Chunki YouTube'da обобщать qilib hamma deyish mumkin emas ekan. YouTube'da so'z erkinligi bor ekan shunaqa. Agar yigit, erkak birorta ayol bilan munosabatda bo'lsa, mana shu munosabatiga ta'sir qiladigan birorta gap gapirsa ayol, hech qachon, hech qaysi gapiga ishonib bo'lmaydi. Agar bu gaplar munosabatlarga ta'sir qiladigan bo'lsa. Xuddi shunday, agar bu yerda leviy ayol kelib o'zini munosabati haqida gapiradigan bo'lsa, hech qachon hech qaysi ayolning gapiga ishonib bo'lmaydi.
Endi bu gapim bilan agar ayol kishi sizga birorta gap gapiradigan bo'lsa, unga вообще ishonmaslik kerak demoqchi emasman. Faqat munosabatga bog'liq bo'lgan gaplarga ishonib bo'lmaydi. Ishonib qolib bo'lmaydi. Ya'ni erkak agar munosabatda bo'lsangiz birorta qiz bilan birorta gap gapiradigan bo'lsa, o'zini munosabatiga ta'sir qiladigan bo'lsa, siz bilan bo'lgan munosabatiga, bu gapiga ishonib qolmasdan mana shu gapni olib papkani chekka joyiga qo'yib qo'yib, bilish kerak nima sababdan bu gapni gapiryapti. Mana shu sizni ko'proq o'ylantirishi kerak. Gapni o'zi sizga vektor bo'lmasligi kerak. Bu orientir emas erkak kishi uchun harakat degani. Mana hozir men ikkita blogerlar bor. Instagramda har xil muhabbat, sevgi degan vaymlar olishar edi. Ana shular turmush qurishib birga yashab qo'yishgan ekan. Yana описаниyadan men ikkalasini ham videosiga ссылка qoldiraman. Ya'ni qanday bo'lgan? Yigit bilan qiz turmush qurishgan, yigit qizning har bir gaplariga ishongan va qanaqa holatga tushganini mana o'zingiz tushunib olishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Mana hozirgi gaplarimni mana shu video tasdiqlab beradi. Endi bu bilan agar birorta ayol bu professiyasi bo'lsa, birorta kasbi bo'lsa, misol uchun vrach bo'ladimi yoki o'qituvchi bo'ladimi yoki mana shunaqa kasbga ega bo'lsa, bunga ishonsa bo'ladi. Xuddi erkaklarga qanday ishonsa bo'lsa, ayollarga ham xuddi shu gaplariga ishonib yursa bo'ladi. Agar kasbi bo'lsa, lekin psixolog emas. Psixolog erkak kishiga psixologlik qilib o'rgatolmaydi, ayniqsa munosabatni. Shu sababli er bilan xotinda problema bo'lsa, ikkalasi qo'lishib, любой psixologga borib problemani hal qilishi bu noto'g'ri. Endi mana shu joyi meni fikrim, shaxsiy fikrim. Endi keling, hozirgi kunimizdagi Farg'ona shahrida, Furqat tumanidami, bitta maktabda direktorini endi qilayotgan ishlariga e'tibor beramiz. Ya'ni ko'z yoshlar haqida gaplashamiz. Mana bizda dunyo tan olgan juda ham zo'r adib shoirlar bor, poetlar bor. Dunyo tan olgan. Ya'ni bular kim? Misol uchun Alisher Navoiy, Mavlono Alisher Navoiy, Navoiyning ustozi bo'lgan Mavlono Lutfiy yoki mana misol uchun Nizomiy Ganjaviy. Mana shularda asarlarini o'qigan bo'lsangiz, o'qib ko'rsangiz, agar meni videoyim sizga stimul berib, motivatsiya berib, mana shu qiziq borib o'qiydigan bo'lsangiz, siz ayolning ko'z yoshlarini farqlashni bilardingiz. Ya'ni qanday? Mana Navoiy Hayratul Abrorda yozgan, Nizomiy Ganjaviy o'zini 7 go'zal degan dostonida yozgan asarida. Keyin Lutfiy o'zini g'azallarida yozgan. Ya'ni qiz bolalarni, ayol kishini ko'z yoshlari har xil bo'ladi. Ayolni ba'zi ko'z yoshlari bu qayg'usini timsoli ko'rsatkichi bo'lsa, ba'zi ko'z yoshlarini guliga suv qilib ishlatadi deb yozishgan. O'qib ko'ring. Endi hozirgi kunimizda xalqimizga ko'rgazma bo'layotgan ichki kiyim bor. Bu shu maktabda direktorining ichki kiyimi. Buni ko'z yoshlariga ishonib, men himoyachiman deb yurgan ba'zi bir blogerlar bor. Hype qilib, o'ziga prosmotrlar, layklar to'plab va подписчикlar ko'paytirib yurgan blogerlar bor. Agar bular ham Lutfiy, Navoiy, Nizomiy Ganjaviylarni o'qigan bo'lganida, ayolning ichki kiyimini ko'tarib internetda yurishmagan bo'lar edi. Chunki ko'z yoshda farqiga borishni tushunishar edi. Bundan tashqari, ba'zi bir endi qo'shtirnoq ichida ba'zi bir ayollarda, endi ba'zi bir deganimda disclaimer esingizga kelsin, disclaimer esingizdan chiqib qolmasin. Ba'zi bir ayollarni keli odamlarga yoki internetga chiqib o'zini bu erkak bilan, ya'ni farqi yo'q, o'zini eri bilanmi yoki boshqa erkaklar bilanmi bo'lgan munosabati haqida xalqqa yoki siz o'zingizga gapiradigan bo'lsa, ishonib qolmaslik kerak. Endi mana shu blogerlar, ayolning ichki kiyimini xalqqa ko'rsatib yurgan blogerlar mana shu narsani tushunishganida hozir muammo bo'lmas edi bu narsa.
sudni o'zi hal qilib hammaga ko'rsatib berar edi nima bo'lganini. Endi bu blogerlarda bizdagi odamlar, bizning xalqimiz, soddadil xalqimiz ishonib adolat qidirib yurishibdi bularda. Ayolni gaplariga ishonib qolib, ko'z yoshlariga ishonib qolib, mana shu blogerlarda xat yo'lda yuribdi deb o'ylashyapti. Lekin aslida bu meni fikrim shaxsiy. Bular ayolni ichki kiyimini ko'rsatib yuribdi xalqqa. Bu joyda boshqa tushuncha yo'q. O'zini zo'rman, yaxshi odamman, men adolat izlayman, ayolni to'sigini tozalab yuvib qo'yishim kerak deb yurgan blogerlar bular. Endi kimligini aytmay qo'yaveray, hamma bilsa kerak. Lekin bir ikkita blogerlar bor. Bu ishi noto'g'ri deb bloger, mana shu ichki kiyimni ko'tarib yurgan blogerlarga gapirib, aybdor bo'lib yurgan blogerlar bor. Ko'pchilik aybdor qilib yuribdi bu ichki kiyimni ko'rsatavermagan degan odamlarni. Sudda o'zi hal qiladi deb gapirgan odamlarni boshqa odamlar, soddadil odamlar, mana shu blogerlarga ishonib qolgan odamlar, ayolda ko'z yoshiga ishonib qolgan odamlar, bu odamlarga har xil nafrat bilan qarayapti. Yoki ayolni himoya qilayotgan odamlarga qarshi gap gapiryapsan deb. Men Lutfiyni azalidan unutib beraman. Ko'z yoshlig'iga boqma Lutfiyo, ulki ko'z yoshi bilan olamni aldar. Hozir mana shu holat bizda bo'lyapti. Ishonib qolmay ko'z yoshlarga. Endi men hozir bu ko'z yoshlarda farqini tushuntirib beraman. Qanday qilib farqlash mumkin? Mana sizni oldingizga kelib, farqi yo'q, siz bilan munosabatdami yoki umuman boshqa ayolmi, levi ayolmi? Sizni oldingizga kelib yig'layaptimi, gaplarini gapirib. Sirazu yig'layotgan, azob tortayotgan odam ekan bu deb tushunolmasdan vaziyatni bilish kerak birinchi. Mana agar siz ayol bilan munosabatda bo'lsangiz, farqi yo'q. Endi birinchi marta ko'rishdilaringmi yoki 50 yildan beri birga yashaysizlarmi? Birinchi sababini biling. Nima uchun yig'layapti? Nima buni ko'z yoshlariga sabab bo'lyapti? Agar mana shu sababi sizga ham qayg'u olib keladigan bo'lsa, ya'ni mana shu holatda siz bo'lganingizda, siz uni o'rnida bo'lganingizda siz ham yig'lasangiz, mana shu qayg'uni ko'z yoshlari. Agar siz yig'lamasangiz, bu makr xolos. Agar siz uni holatida bo'lib qolsangiz, sizga ko'z yoshlar to'kishingizga sabab bo'lmayaptimi? Demak, bu yolg'on ko'z yoshlar. Demak, bu ko'z yoshlar gulga suv qilib ishlatgani ko'z yoshlar bu. Unga ishonib qolib bo'lmaydi. Mana shunday qilib farqlash mumkin. Endi bizda ayol qalbi nozik, ayol qalbi unaqa, ayol qalbi bunaqa degan gaplar bor. Yo'q, farqi yo'q. Erkakda ham his-tuyg'ulari bor, ayollarda ham his-tuyg'ulari bor. Bir xil deyarli. Agar qalblarni solishtiradigan bo'lsak, erkakning qalbi tozaroq. Bu narsani tan olish qiyin xolos. Prosta bitta narsaga e'tibor bering-da. Men seni sevaman deb gapirgan erkaklar qanaqa holatlarda yashab yuribdi? Men sizni sevaman deb yashab yurgan ayollarni ko'ring, qanaqa holatlarda yashab yurishibdi. Qaysi birini holatda achinarliroq? Agar erkakning qalbi shunaqa bag'ri tosh bo'lganida, ayollar, men sizni sevaman degan ayollar bunaqa rohatda yashab yurmagan bo'lar. Agar ayolni qalbi haqiqatdan bizni jamiyat o'ylagandaqa erkaknikidan ham toza pok bo'lganida, men seni sevaman degan erkaklar hech qachon azob nimaligini bilmasligi kerak edi. Shu narsani tushunishga harakat qilib ko'ring. Eng asosiysi, o'zingizni ongingiz bor. Hamma mana shu vaziyatlarni bitta savatga solib, aralashtirib, miyada fikrlab ko'ring. Tomozini qo'yib, qaysi tarozini pallasi sizda to'g'ri kelyapti, qaysi joyi to'g'ri kelyapti, qaysi joyi noto'g'ri bo'lyapti. Mana shuni tarozi pallada fikrlashingiz sizga ko'rsatib beradi. Shuning uchun o'zingizni miyingiz bilan har doim o'ylang, boshqalarning gapiga ishonib qolmang. Даже meni ham gapimga ishonib qolmang.
Bizda ko'pchilik erinadi. Erinmaydi, fikrlashga erinmaydi. Думайте своей головой. Shunaqa o'zlaringiz esga olsininglar. Ko'rishguncha.